Bolalar, mana xudo xolisa Andijonga keldik. O'zi botga kelib katta xato qildimmi deyman desadri. Pulga uchdikda. Real Tenko aka bilan. Men aytibdi. Butun shu yerda qolardim. Tashlab ketdingmi? Ya, uyda xotin kutadi. Bolalar yo'q. Bor. Uga siz bilmaysiz do'stlar. Ля ты крыса, а? Jigarlar Andijondamiz, jigarlar. Gaznitsani. Mashinada uxlab olsak bo'lmaydi. Variant alading. Xo'p, o'rtoqlar, sizlarga rum tur qilamiz. Andijondan. Takoy, men bardakka ahamiyat bermaysizlar u. Обычный bardak. Pizzalar, takoy iPadlar. Endi 3 kishi bitta joydamiz. Xona haqida. Xona вообще idealni. Просто amki bitta PlayStation bo'lganda 5i, a? Takoy jinni ketardi. Konditsionerlari bor, yaxshi. Ideal. Voy. Havo shunaqa ideal, havo bor-u. Bunaqa havoni anchadan beri ko'rmadim, voy aka. Lekin mashinam bor-u, kelib qaysi gastnitsani tagida o'tishi ham bilibdi-da. Серьезно? Короче, havosi zo'r. Endi biz shunaqa kunga to'g'ri kelib qoldingmi bilmayman, lekin havosi dahshat. Lokatsiya ham zo'r. Like. Mana shu like-ga videoga ham bosib qo'yinglar, o'rtoqlar. Bosib qo'yinglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hop, hozir endi admin vrachga montaj bilan mashg'ul. Montaj qilyapti endi u. Ma'mulaga ahamiyat bermaysizlar, to'g'ri tushunasizlar. Erkakchilik qorong'i chiqib ketdi. Zakaskoga o'rab qoldik. Mana vrachga o'tirib olib montaj dirillatib yotibdi. Yaxshi. Mana bu QR kodni Skaner qilsanglar Wi-Fi ulanasiz. Yo'q, urib qo'ymaylar demoqchi edi ani. Anaqa hashmek bu. Kelishi bilan Ziko aytgan bitta narsasi bor. Mama telefondan telefon qilsam deydi, deb o'ynarsiz gaz quraman. Alo, Laylo. Meni izzatma. Nimaga telefoningizni ko'tarmayapsiz? Kerak emas. Edit ko'radi bo'ldi. Kerak emas. Ko'rmaganning ko'rgani qursin. Biz yo'lga chiqdik. Mana o'z shalyanaqalarni formalarini kiyibdi. Kiyberdik xo'sh. Hop. Chiqamiz. Sekin. Nima bu yurish? Mana oling. Shu brat ko'rsam hayotda qiziqishim ortadi. Ovurmayman. Seni ham olamanmi? Erkak kiberdi yozyapti. Uni Cyber kanalini SEO bo'lganman. SEO. Ko'ramiz hozir xononni. Chiqdik biz o'rtoqlar. Mana admin vrachga so'raydiganlar uchun. Kamera qolmaydi. Mana o'zidan kimdir yo'q olgan kiber sportsmen. Jinni mana, jinni просто. Hamma xo'rlab tasharmidi? Ishi maza qo'rardim. Agar hammasi shundoq bir xo'rlab tashisa. Okay. Biz Andijon ko'chalaridamiz hozir. Короче, bugun aylanamiz. Ozgina yog'murcha ham yog'ishni boshlab yubordi. Toshkentli bolalar Andijonda. O'zini Toshkentga yetib olganmanmi? Tegiz qat to'g'risini ayting. Tegim? Krasovka. Berli ketyapti Mirza. Mirza ismli bolalar hozir qayta yozyapti sizga. Nimaga? Men bizani Ziko bilan taqqoslab olsa, Ziko yagona edi. Yandex chaqirdik, Yandex. Hozir kelyapti. Xudo xolasa 12 minutdan keyin keladi. Yo'q, 4 minutdan keyin keladi. Men ham shu planshetimni oldim, agar bolalar kelsa, planshetim yoki o'ynolmayman deydigan bo'lsa, men planshet beraman. Shunaqa. Mana xunni formasini kiyibdi. Okay, RTX. Ya RTXga mana RTXga gap bo'lishi mumkin emas. RTXni
Bilgan biladi. Bilmagan o'zi biladi, to'g'ri. Ertangi Zikoni ham bilgan biladi. Odam ko'rishmagan. Meni videoga olyapsizmi? Bilyapti, Messi bilgisi. Bu kuldiryapman deb o'ylayapti, bor-ku. Bugundan boshlab. Agar bugun Ziko yutqizib qo'ysa kimgadir, yutqizib qo'ysa. Agar hech kim kelmasa ham mayli, vlogimizni olib qaytamiz. Aynan mana shu kadr orqasiga o'zingiz ko'rsatding. Mashi bola bilan, endi mana ko'rsatding. Mashi bola bilan o'ynataman. Mashi bolani o'zi Zikoni patini yuladi. Ziko butun umriga PUBG'dan chiqib ketadi. Shu gapimga qo'shilsanglar like bosib qo'yinglar. Gol yugurasiz tutamiz. Nima, brachkam o'ynaydi-ku. Siz bugun ko'tiga javob beryapsizmi? Nima farqi bor? Men yutadi deb Gol ko'tiga javob bersangiz, siz turib beryapsizmi? Qachongacha u yutadi deb ko'tiga javob bergan bo'ladi. Bo'ldi, turib beryapsiz. Sizga savol. Futboldan kimga balet qilasiz? Ha, hech kimga. O'zingiz neft ekansiz. Boksdanchi Hech kimga. hech kim ekansiz. Ne hayotda? Kimlarga balet qilsa? Yo'q. Kimlarga balet qilsa? Qiziqadigan nimadir bormi, hobbingiz? Bor. Nima? PUBG. Kimga balet qilasiz? Kimga? O'zim PUBG yeraman. Hayotdan yashashdan maqsad yo'q, bu PUBG yerman deydi u. Sani davring o'tgan-ku. Ana shu joyini edit qilib qo'yib olinglar, holatingiz skilet qo'yib. Sani davring o'tgan. Siz davringiz kelmagan, buni u davri kelmasdan o'tib ketgan. Deb qo'ydingiz, davringiz o'tgan dedingiz. To'g'ri, davring o'tgan dedim. Kimda o'ylab qarasam, buni davri bor-ku, kelmasdan tugab bo'lgan ekan. Ya. Yomon kuldiryapsiz. Hozir kuchli PUBG'lar chiqib ketgan. Men masalan. Hozir chiqib ketgan nommi? Chiqib ketganman. PUBG'dan chiqib ketganmisiz? Ana Baltun. Mana bunda hozir PUBG o'ynaydi. Bir 5 minutdan F moment litr bo'ladi, bunda o'chib bunda yonadi-yu. Ko'rasizlar. Hamma o'tirgan bo'ladi, 10 barmoq bilan. Burni bilan nom qo'yadi. Burun bilan qilmasam-chi? Allohchi bo'lasiz. Zasebki shusmisiz deydi. Ha, shunaqami? Zasebki kuchlimi shunaqa. Deyo, men bitta narsani tushunmayman-da, mana bolalar gaplashadi-yu, glazma gaplashayotganda gapi yemay qolsa yoki ani balturli bo'lib qolsa yoki ani kalti ishini bilib qolsa bor-ku, kulaveradi. Mana shunga o'xshagan. Yemayapti bolalar, yemayapti. Men o'sha 3 marta yedirdim. Bilmayman endi nimadir ish kerakmi, bu yemaslik kerakmi? Yedirish kerak bo'lsa ertalabdan beri yeb kelyapti-ku. Ya. Ko'ryapsizmi? So'rab ko'ringlar, kulishini sotmaydimi? 3002 ismli kulishi. Bizani boshdan qani endi. Mayli, edit qilib chiqarib beraman bitta qichov videoni, men edit qilib chiqaraman. Yeb qo'ygandan keyin edit qilib chiqaradi-da. Boshqa nima qiladi? Men senga Shofir hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omonimizga yetib olamizmi? Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Xo'p, o'rtoqlar biz keldik, Navro'z mo'ldamiz. Soatimiz necha bo'ldi? 1:05 soatimiz. Keldik. Bu yoq ana formalarni ko'rsatib qo'ying. O'zchalik ham formalarda kelgan. Ahvolni ko'ramiz hozir. 1 gram arzimaydi. Formami? Yo, siz. Moshinangiz necha pul turadi? Forma zo'r, siz arzimaysiz. Moshinangiz necha pul turadi? Bitta bola bizga qarab turibdi. O'sha bola bo'lsa kerak, bittasi deb o'ylayapman, bilmayman yana. Lekin bugun Zikoni yutib qo'ysa zo'r bo'lardi-da, qaytib karillamaydigan bo'lardi. Chunki yomg'ir yo'qmi? Ko'zini uzmay qarayapti-yu lekin. Kim o'zini uzmayapti? Mendanmi? Sizdan ham ko'z uzmayman. Siz kimsiz? Ko'rmayaptimi orqamda? Hop. Yaxshi. Ideal. Zo'r. Yaxshi. Navro'z Molbut. Hech bilmasangiz. Ha, yo'q, rahmat. Mana ham o'tirsak bo'lar ekan. Siz yomg'ir yog'gan, qo'li bo'ladi. Siz o'tirib berasiz, ketingizdan men o'tirib olaman. Qandoq ketadi? O'tirgan joyga o'tirasiz. Farqi yo'q, o'tirib o'raman, nima qilibdi? Nimadir o'zgaradimi? Siz o'tirib o'rgangansizlar. Da. Hop, hali biz bolalarni kutyapmiz. Keldik. 3-minutcha bo'lib qolganimizga bilmayman, bolalar chatda yozyapti. Qattasiz, kelasizmi o'zi deb biz kelganmiz. Ani boya shu Telegramga tashlagan lokatsiyam bo'yicha turibman. Boshqa joyda emasman. Bilmayman endi bolalar qaysi tarafda turibdi. Men Navro'z mo'lni ko'rsatib qo'ying. Navro'z mo'lni tashlagan lokatsiya, mana shu yerdan tashlagan lokatsiya. Mana shu yoqqa kelgan odam mana birinchi topib oladi-da, bemalol. Siz topadi faqat. Endi siz oldingiz kelmasa kerak, sizni ko'rganim. Spor o'ynaymizmi? Men bilan bittasi bo'lsa ham rasmga tushadi. Keling o'ynaymiz. Ketdi, siz bilan tushmaydi hech kim. Hop.
Buni 5. Qani ko'ringlar-chi. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima yapsiz? Qalaysiz? Yaxshi. PUBG o'ynaysizlarmi sizlar? Yetmadi. Ko'rdinglarmi? Hali shansi bor bolalarning. 100 yutib ketish. Parol nima? Real Tenko. Nima real tenko? Sigla. Ko'rdingizmi? Bilib qoldi. Bu bola hozir tushunishinglar uchun bu bola hozir Sana PUBG o'ynaysan? Nima o'ynaymisan? TDMda yutmasa bitta yerpa tashlab beramiz. Bormi akkaunt o'zi? Bor. Telefon silab yut. Beraymi, mana bunda o'ynaysizmi? Farqi yo'q. Kutini yora olaysizmi? Yutaman, yutsam bilmadim. Hozirdan potni bermang, boydan berasan. Yutaman. Yorasizmi? Ha, shunaqa bo'ling, yorib tashlayman deng, men sizga ochib beraman. Nastroykangizni bilasizmi ish qilib? Ha, farqi yo'q. Libboy nastroyga deb yurasiz. o'ynab ko'raman. Bo'ldi. Bo'lmasa qarang, men sizga zo'r shans beraman. Hozir 325 100 RP. Hozir meni nastroykamni tegmasdan turib, meni nastroykamni o'ynab turib, mashina bor-ku, 2 marta o'ldiring, yana 325 qo'shib beraman. Davay. Shot 10 gacha bo'ladi. Go'mi? Go. Mana mana shunaqa bo'lishi kerak bola degan Menga bor. nima bo'pti, Bola degan. Menga nima? Senga tuxum sarig'i. Buni chaqiraman. Va alaykum assalom. Mayap. Qabul qiling. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Va alaykum assalom. Qabul qiling, indammi? Sirakinni chaqirib yubordim men. Boshlang. Men shu gap shu bo'ladi. Hech narsasiga tegmasdan turib, ikkita shot olsangiz, yana bitta yerpa. U degani ikkita yerpa olib ketasiz. Sizni ko'rib, yaxshi Telegramda ko'rib qoldim. Nimaga? Men obunachisizman, hali YouTube'larga qatnashib Ha, yuraman. yo'q, kimmanman? Ha? Real Tenko. Malades. Rasmingiz O'ynaysiz PUBG bo'ladi. Ha, o'ynayman. O'ynaysiz PUBG? Yaxshi o'ynaysizmi? Mana shundan ikkita shot oling, sizga ham yerpa beraman. 300 bin. Bo'ladimi? Eng kichkina obunachim bo'lsa kerak bu bola. Nechinchi yilsiz? 2011. U yo'q, 2011 malades. Va alaykum assalom. Qalaysiz? 2011 mi? 2011. Nima bo'lyapti o'yin? Ikkita shot ola olasizmi? Men nima yapayım bala? Qanaqa olmayapsiz? O'ynasizmi? Nastroykasiga tegmasdan turib 3 kilo olsangiz yerpa beraman. 10 ta shotgacha bo'ladi. 10 ta shotgacha. Shu o'yin 10 ta shotgacha bo'ladi, qarang, o'yin 10 ta shotgacha bo'ladi. Nastroykasiga tegmasdan turib 3 kilo teskari yerpa beraman. Bo'ladi? Piyoz bilan yerga. Tinchlayapti. Voy, malades. O biz nastroyka olyapti. Zikoni o'rni yo'q. Karlab tashagan, bilasizmi? Nima deb karladi? Bu yoqqa keling mana. Nima deb karladi? Ha, hozir kelayotganda ham shunaqa dedi. Mana dedi, hech kim yuta olmaydi dedi. Kimni ko'ring, yaxshilik. Yo'q, какая разница, bu ham o'sha pinda o'ynayapti-yu. Men ham Ana. Eshitdingizmi nima dedi? katta trosi bilan Nimani? otadigan. Hech narsasiga tegmasdan, xohlaysiz o'zingiznikida o'ynang. Xohlaysiz o'zingiz nastroykangizda o'ynang, 10 ta shotgacha o'ynaysizlar. Lekin agar bez nastroyka o'ynayman desangiz, mana sizga variant. 3 ta shot. Bez nastroyka o'ynayman. O'zlar bilan lekin yutqizib qo'yganingizdan keyin, anaqa qilish yo'q. Ha, bo'ldi. Ana yana bitta qo'yib bering deyish yo'q. Ha, bo'ldi. Bitta mana bor. Men ko'rsatdim kimlar gaplashayotganimni bilib, birga ikkita kadr qilib oling. Qarang, kameraga olmang. Kim yutdi? Olamadingizmi? Qiynaldim ona. Menga beryapsiz. Nalda, ko'ring nomni. Voy, malades. Bez nastroyka o'ynayapti. Hech narsasiga tegmadingizmi? Shundoqligichami? Bez nastroyka o'ynadi. O'zim nastroykasida o'ynay qolsa, ha. O'ynaysan, bitta. Nasib olasiz. Mana ikkita shot olish nastroykangizda. O'zingiz ham ololmaysiz. O'rgangan odam. Ikkita shot ololmaysiz? Xulab olaman. Ket. Xulab olaman. Xulab, prosta xulab olaman. Kiring. Keling, ID'ingizni ayting uka. Hol, top olib. Toping. O'ynagan ham ish beradi prosta. Yo, bu bola birinchi keldi. Men Telegram kanalimda e'lon qildim. Ko'rdingizmi nima deganimni? 01 da ko'rdim men shuni. Telegram kanalimda meni kim birinchi topib kelsa dedim, yutqizib yerpa beraman dedim. Bu bola birinchi bo'lib keldi, kod deydi. Kod qanaqa edi? Real Tenko sila bo'l. Boshqa narsa yo'q. Siz ham o'ynaysizmi? Telefon bormi? O'zingiz nastroykangizda o'ynaysizmi? Mana shu birinchi katta yurib qo'yarmidi? 10 ta shot. Yo, bu 3 ta shot olsa bo'ldi yerpa beraman. O'zlari qanaqasidan? Ha, o'zini nastroykasi. Bu bola yaxshi bola ekan. Yomg'ir o'ryapti ekan. Bitta yozing dedingiz. Hali bitta yozing deb turyapsiz. Ha, sizmi o'sha voy mazgi. Bir 500 ta SMS yozyapti bitta vaqtda. O'chiryaptimi yana yozyapti, taslim bo'lmayapti.
Yomg'ir yog'yapti. Voyga o'tyapman. Bo'ladi, bunaqa tanaroq joyga o'tirib. Kelsida uni o'tiradigan joyi bu. Internet ishlamayapti. Yomg'ir yog'yapti, yomg'ir ko'rsatib qo'ying. %55 0089. Necha? 520, 520 413, 413 81, 994. To'xtang. 520 413 81, hop 994. 994. To'g'rimi? Legend Ali'dan chiqadi. Bo'ldi tushdi. 100 ishinaga tushadi, bo'ldi tushdi. Bu. Bundan so'ng ham kelib o'tirmaysiz. Bu yangi sistema. Hali bunaqasi yo'q. O'zbekistonda. Avji bilan hamkormiz. Ko'rasizlar, yaqinda 100 servis ochaman, ha? Liboy, paynetdanmi, klikdan farqi yo'q. Pul to'laysiz 100 ishadi. Mana просто pul solib qo'ysa. Farqi yo'q. Mana paynetga borib, paynetda bundoq misol uchun o'zim realtenko misol uchun joyim bo'ladi. Shu 100 ni bosib turib, necha 100 kerakligini tanlab turib, tiqib 100 olib ketaveradi. Arzon bo'ladi. Cho'tki bo'ladi. El qatori bo'ladi. Xavotir olmanglar, qimmat bo'lmaydi. Mana birashgan o'yinni ko'ring. Arzimaydi-ku. Ustanmas, nimaga tashishga. Today menizake? Forsi. Ha. Today menize? Mana dedem emas u. Просто dedem o'ynaydi. Shu yerda ham forsning so'rashyapti mendan. Bu meni kakslardagi obunachim. Просто dedem sal yaxshi o'ynaydi. Atak ozgina trenirovka qilsa patini yuraman uni. Mana men degan PUBG'dan patini yurib olaman. To'g'risida. Harakat qilyapti, 45 FPS ekanda, 45. Ha, Ziko, bolaga ozgina fora berib 45 qilib oling. 45 o'ynayapti. Ota 60 tursin. 45 ga oladi. 45 da o'ynayapti. Men 30 da o'ynayman. 30 o'ynayman. 30 bo'lgan. Burashga oldi. Shut oldi. Uy! Ikkinchi shut topib qo'ydi. Yana bitta. Hop, o'rtoqlar davom etamiz. Hozir bu obunachim menga aytibdilar, o'zingiz menikida o'ynaysizmi shunda? Короче, mana настройкамda o'ynaydi. Hech narsasiga tegmaydi. 3 ta shot olsa erib oladi. Ikkitami sizda? 3 ta? Ikkitami sizda? O'ynash bilmaydiganlar 2 ta. Xolasa bitta ham bermaydi, lekin Ziko, ishoning. Nimagaligini aytaymi? Sizlar o'ynamasdan qo'rqishyapti, bor-ku. Bular ham o'ynamasdan turib. Tanisangiz, tanimasangiz, men yutganman bu bolani. Yutganmisiz yo bitta ochko olganmisiz? Zo'rg'a. Какая разница? Был, ёбали, что иман. Какая разница? Mujik сказал. Bratani ko'rsang, bratan o'ynashga kelibdi gipsda. Ay, bitta golni yutib qo'ysangiz bor, ishoning Toshkentga peshkom ketaman. Rosta! Hali kirmadi. Biz 80 100 tashaverdik. Ne tushmaydi? 100 3 sekundda tushadi. O'ynaysizmi siz? Bo'ldi. Mana mana shu bola o'ynaydi bundan keyin. Yorib orasimi? Kelgandan beri karilyapti. Zo'ra bo'lmadi. Ko'rsating kameraga. Tushundimi? Malades, omadingizni bersin. Mifik oching bu kiyimga. Siz chustvasini ham o'zgartirmay o'ynayapsizmi shunda? Bitkizdi. 125 yutdi bu yana. Yeting. 520, 520 349, 349 237, 237 04. Bo'ldi tushdi. Hop, tushdi shu bunga. Agar so'g'oy qilsangiz bitta libo aytgan padarka mendan sizga. Uni nol qilsammi? Ha? Короче, Ziko agar uni nol qiladigan bo'lsa, aytgan liboy narsasini olib beraman. Agar uni nol qiladigan bo'lsa. Agar bu 3 ta shot olib qo'ysa, erpib beraman. 500 ha. Va mana shu gipsli bola bitta shot olsa bor, Toshkentga ishtonchiga ketaman. Shu shot oldi, bo'ldi yutdi. Bo'ldi yutdingiz, keling. Erpa olasiz. Malades. Hozir tushunishinglar uchun Ziko atilab yutkizib beryapti. Alaykum assalom. Qo'y so'rashmadingizmi men bilan? So'rashdim. Ne endi salom beryapsiz? Mana shu bolalarni rasmini olib qo'yman. Andijonlik eng yosh подписчик bilan necha yoshsiz? 12. 12. Uyingiz qayerda? So'raladi. Uzoq emasmi bu yerdan? Chiqilib uzoqdan kelolmadingizmi? Uydingizlar biladimi oldimiz ekaningizni?
To'shnami? Ertaga YouTube'ga chiqqanda siz urush berishmaydimi? Ne aldab ketuvding deb? iPadda ham o'ynaysizmi siz? Yo, aslida men Necha o'yinimiz? 5ga 1 o'yin. Hozir o'zlarining telefonlarida o'ynayaptilar. Shu shotasizlar emas. Bilasizmi? 10 tagacha. Hozir maylimi? Telegramdan tashlab Mana o'zidan ketyapti. Ashti hamma bilan o'ynab chiqdi. Mujik nechta odam yutqizdingiz? Yutqizganim yo'q hali. Hali yutqizganim yo'q. Ha, 10 tagacha so'raganda yutqizmadingiz. Yo'q. 3 ta shot beramiz. O'zingiz mayli deb 100 mashinaga bo'lsin deb 3 ta shot olsalaring dedingiz, men xo'p dedim. Lekin men xo'p dedim. Mani akkauntimda bez nastroyka o'ynaysan deb aytdim. 20 minut oldin siz bizni bolalarni xursand qilamiz. Yo, to'xtang. Men deb to'xtang, sizga savol endi, mana hammani oldida sizga savol. 100 dan 1-2 marta muammo bo'lganman. Bo'lmagan, o'ting menda shunga. Yo, bo'ladi deb o'ylaysizmi? O'ting menda shunga aytyapti. A bo'ldi, o'shanga tan oling. Yutqizganim yo'q. Voy, yutqizdimmi bolalar? to'xtanglar. Yo, nima yo'q? Yutqizdimmi? Yutkizmadi lekin 3 Ye. 3 ta shot olib qo'ydi-da. 19 o'rani olib. To'xtanglar. Mana shu yerda kim erpa oldi? Bir yutqizishga kirmaydi. 10 gacha o'ynamadi-ku. Yutqizish 10 ga bo'ladi. Bo'ldi yutqizadi. Hop, shu deyiladi. Bo'pti, o'zingizdan kelib chiqib aytmayapsiz. Mana hozir mana shu videoni undan yog'iga Ziko kim bilan o'ynasa, o'yindan kelib chiqib, agar silay bo'ladigingiz, o'zingiz variant bering. Anaqaga beruvdingiz-ku, o'ltga. Xuddi shunaqa variantni bering unda. Men berganimdan ko'ra. O'shanda haqqoniy bo'ladi. Misol uchun sizlar bilan o'ynab qo'yaptim. Bitta, ikkita o'yin. Telefonda o'ynayaptimi? Hop. O'zim telefonda o'ynayaptim. Bo'ldi, yutsam. Qiynaladi bular. Shu darajada sen kibrmisan? Yo'qmi, o'rtoqlar, tanishinglar yo'qmi? Mana, qara, nima qo'yding? To'xtang, mana qala qilyapti-da bu. Zikoni yutadigan yo'qmi bor? Mana o'zini upraleniyasi. O'zini upraleniyasi to'yman. Kutda yeyapsiz. iPadda berasiz. 3 ga o'ynaymiz. Emulator o'ynasa ham bo'laveradi aytadi. O'ynay, emulyator bo'lsa ham. Ha? Yutolmaysiz. Yutsangiz berib beraman. Bormi? Yo'qing. Internetim yo'q. Hop, ulab beramiz. Yuta olasizmi? Mana shu bola, mana shu bola mayli, mana shu bola bitta shot olsin. Bo'ldi. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa kichkina yaxshi obunachilarimiz uchun kelganmiz. Men bola lobbida yutqizib yutdi. Lekin erib yutqizib kelayotgan ekan. O'shanga o'rtoqlar kommentariyada yozinglar, nima qilamiz? Erib berib yuboramizmi? Hozir 180 tushgan bo'lsa berib yuborsak bo'ladi lekin nima deysizlar? Yoki bu shart bajartiramizmi? Shundoq berib yuborsak odamlar xafa bo'ladi-da. Sizga hozir 180 tushdi-ku. Erib olishingiz uchun 325 erib. 240. Yana 180 tashlab beraman hozir. Faqat mana shu videoda so'z berasiz, uyga borasiz. Oyingizni kuch olaman, siz yaxshi ko'raman deysiz. Bo'ladimi? Kelishdikmi? Kelishdik-a? 3ta. Eshitib oldingiz, nima deysiz? Uyga borib? Uyga borib, oyimni quchoqlab, men sizni yaxshi ko'raman. Ana bo'ldi. Endi kimnidir xursandchiligiga sababchi bo'lib qolamiz deb. Bo'ldimi, endi ko'ngil xotirjam bo'ldimi-ku? Ayting. 520 310 520 310 57 57 537 537. Bo'ldi, tekshirib oling. Mana shu bola bitta shot olsa, erpa beramiz. Bo'ladimi? Nima qilamiz? Bitta shot olsa, mana shu bola erpa beramiz. Boshlandimi o'yin? Ketdi, o'yna. Shu to'rtta o'ynaymiz. O'lib beradi hozir. bitta ol. Bitta olish emas. Shuna 10 ta olaman. Davay ukam, men senga ishonaman, bitta shot. Ukam hozir bitta shot oladi birinchisidan. Raqibni bilardim oldindan nima qilishini. Hozir bir aytishgan. Men bilardim. Men bilardim. Kibersportchi. Yana kelajagi porloq. Kim yutgan? 1 minutda kim yutgan? Realtenko bitta shot ola olmaganda Brachishga bittada olib qo'yapti. Ukamsizmi? Firdavs. Bugundan boshlab men Firdavs fanatiman. Значит, bu Realtenko уже open case'si bo'ladi bu bola. Voy! Bo'ldi bu Realtenko. Bugundan boshlab yangi Realtenko. Andijondagi Realtenko Firdavs. O'rtoqlar tanib olinglar. Qo'rqitadi. 3 yil beringlar, 3 yilda shunaqa kibersportsion bo'lib ketadimi? 1 2 3 4
Nechta barmoq o'ynaysiz o'zi hozir? 6 ta. Bo'ldi bu. 6 ta o'ynaydi. Tugabdi bu уже Firdavs. Necha yoshsiz? 12 yoshda 6 tada. Lekin men 27 yoshda hali 2 tada o'ynayman. Lekin bu yoqqa keling, yeting aydingizni. Bugun Andijonda obunachilarimiz mazza qilyapti, bilyapsizmi? Kelgan odam uyisi yopib ketyapti. Bunaqasi bo'lmagan. Ertaga Farg'ona yonsa kerak. Bu videoni ko'rgandan keyin. Hop. Necha? 52 36 66 8 so'sa 8. Telefon mo akkaunt emasidi. Qaysi akkaunt bu? Oshnam akkaunt, o'zim akkauntim. Mayli, mana. Ko'rib olasizmi? To'g'ri berdim. 6-3. Kimsa yer qoldi. Mana shu bola Abdush Hanatim muxlisim ekan. Bunga men bitta challenge beraman. 100 ga bo'ldim-ku. Siz eshiting. 10 ta odamlar taniydigan streamerlardan Real Tempo 100 ga bilan tabriklagan narsasini menga tashab, edit qilib, video qilib, Instagramga tashab beradimi yoki Instagramga atmetga qilsangiz, zo'r chiqsa, men sizga tushib so'raman. So'g'i 100 necha 100 netmi? Challenge ketdi. 4 tama 5 sayt bo'ladi shu. Challenge ketdi unda. Ko'ramiz. Challenge. Yo'q, o'zi Ziko yutasiz. To'g'ri berdim bu shot. Voy. Zikoga vura beribdi. O'rtoqlar, Ziko bolalarga yuzi tarqatyapti. Ziko bilan o'ynamaydi, bilasizlar-ku. Prosta bolalarga attish tarqatib yuribdi. Mana shu bola ikkita shot olsa, mana shu bola ikkita shot olsa, RP beramiz. Davay. Mana shu bola Erpa bo'ldi. Ikkita shot oldi. 12. Malades. Rovni ikkita oldi. Malades. Yutdi. Yutdingizmi? Brat, ko'rsatib yutgan bratni. Gap yo'q, malades, ikkita shot oldi. Yutdi. Endi bitta ikkita bola ola olmadi, garochi hamma ham ovursa bo'lmaydi-da, to'g'risi. Endi o'rtoqlar ko'p odam yutdi, yusi, erpala. Endi hamma ham yutaversa bo'lmaydi-da, Ziko. To'g'ri endi. Kolleksiyasi ham bor. Yo'q, limiti bor. Yo'q, limiti yo'q. Yusini limiti yo'q, rostdan aytaman. Lekin bu toza живой kontent bo'lish kerak. Kelishib olib kimgadir tashab berib, kelgan odamga berib. Unaqa bo'lmadi lekin. Ha, yo'q, bo'lmasa bor-ku, ertaga, misol uchun men vodiydan keyin ana vohaga chiqaman. Samarqandga borsam-da 50 ta bola kelsa. Sen deydi Andijonda 10 ta bola kelsa 10 taga berding. Endi ne bizga bermayapsan deydi. Xafa bo'lib qoladi-da. O'shanga qo'ldan kelgancha ikkita shot, uchta shot qilib yuzi tarqatyapmiz. Hatto hammasi sizlar uchun, sizlarning xursandchiligingiz uchun. Bizga rostdan siz sovg'a yo'q. Sizlarning xursandchiligingiz uchun bu narsa. Ertalabdan beri shot degan. Hop, siz o'ynamoqchimisiz? Telegram kanalida bormisiz? Qani ko'rsinchi. Parol nima edi parol? Real Tempo. Prekin bilar ekan. Rostdan shotdamiz ertalabdan beri. Bor ekan. Shoni olib ketdi. Birinchi kelib, chizgini tutib ketdi. Mayli kech keldi-yu, o'ynatib o'tirmaymiz. Bu Andijonga bo'lsa, erpa berib yuboraman. Sen bilasizmi shunda? Faqat bitta sharti bor. Erpa beramiz, uyda kim yashaydi? Aka. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir uyga borasiz, erpani tashab beraman, uyga borasiz, bitta sharti bor. Indamaysizda borib turib, oyingiz bitta quchoqlab sizni yaxshi ko'raman deb qo'yasiz. Bo'ladimi? Bo'ldi. Kutamiz. Gapiga javob berarmikan? Hozir bo'lmasa sizdan ID'ni olamiz, erpa tashab beramiz. Bo'ladimi? Rahmat. Hop o'rtoqlar, mana ko'rishingiz mumkin. Andijonda kursning o'z nihoyasiga yetdi. Bolalarga keraklicha ertalar tarqatdik, sovg'alar ulashdik. Ziko ham karochi qo'ldan kelgancha sovg'alar ulashib tashadi. Karish mana shuncha men keltirgan narsalar qilib tashadi. Andijonga alohida rahmat. Men Andijondan kutdim, lekin bu darajada aktiv bo'lishadi deb kutdim. Rahmat. Keyingi xudo xohlasa yana qaytib kelamiz, bundan da aktiv bo'lishini kutamiz. Keyingi viloyat, keyingi shahar Farg'ona. Kuzatishda davom etinglar. Sana Qashqadaryodan emas, Buxorodan, Samarqanddan yozishadi. Bularga ham alohida aytib qo'ying. O'rtoqlar, boramiz biz. Keting.
Bolalar boramiz, hamma viloyatga boramiz. Absolutno просто sizlar ozgina поддержка qilib, podpisatsiya bosib, layklarni bosib qo'ysanglar, xudo xolisa hamma viloyatga boramiz. И sizlarga ham podarkalarimiz bor. Realni mana UC hamma podarkalar sizlar uchun faqat bolalar. Faqat podдержка qilib tursanglar bo'ldi. Mana bolalar o'ynadinglar Ziko bilan. Fikringlar? Ziko ham juda qattiq Demir aka, yaxshi maza qilib o'ynadi. UC'lar yutib oldi. Real Tenkoga katta rahmat. Nomer 1 Real Tenko. Ziko aka 19 yetkizdi, pora berdim. Nomer 60 cc bonus bilan 745 cc tushdi. Kim yutqizimmi? To'xta, kim yutqizdi? Yutqizdim mana mushuk. 5 ta. Bir chet pora berdim, yutib oldik. Yutdimmi? Val, yutdim. Real Tenkoga alohida rahmat, Andijon kelgani uchun, bizni hurmat qilgani uchun. Ziko akaga ham rahmat. Просто Ziko to'l. Qop o'rtoqlar ko'rishinglar mumkin. Andijonda yaxshi obunachilarimiz ko'p ekan, kelishdi. Erpalar berdik, qo'ldan kelgancha sovg'alar berdik. Maksimalniy yutqizsa erpa tarqatishga harakat qildik o'rtoqlar. Ko'rishinglar mumkin. Layklarni bosib qo'yinglar. Xudo xolisa bolalar mana ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Bolalar kelishdi, podдержка qilishdi, abdushi rahmat. Andijondan bu narsani kutmadik, вообще zo'r bo'ldi, gap yo'q, ha? Chotki bo'ldi. Chotki bo'ldi. Undan tashqari kuzatishni davom etinglar o'rtoqlar. Ertaga Farg'ona xudo xolisa. Xudo xolisa Farg'onaga ertaga boramiz. Ko'ramiz o'tda kuchli bolalar bormi, yo'qmi? Bugun mana yutqizmadim. No bolalarga maksimal darajada erpa tarqatdik, erpa berib bolalarni xursand qilmoqchi bo'ldik, qildik ham. Xudo xolisa maksimal layklarni bosinglar. Xudo xolisa keyingi safar Qashqadaryo o'sha vohaga ketamiz, a? Yo, qanaqa voha? Farg'ona, Qo'qon. Yo, keyingi safarda. Keyingi ko'rsatuvlarimizda. Aktiv katta bo'ladigan bo'lsa-da, menga gapirtirishga qo'ymayapti. Boya bitta gap aytib o'tdi, yutqizmadim hech kimga dedi. Videoni o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Yutqizganmi, yutqizmaganmi kommentariyaga yozasizlar. Bu yutqizmagan holida hammaga erpa berdik. Bu yutqizish emas. 3 ta dona shot olsa deb o'zimizni ustoy sujat qilish shart emas bu yerda. Mayli, bolalar o'zingizlar kommentariyada Prosta kommentariyada o'zingizlar javobini yozinglar, yutganmi, yutqizganmi, to'g'ri ish bo'lganmi, noto'g'ri ish bo'lganmi o'zingizlar yozasizlar, layklarni bosasizlar, kommentariyani portlatsanglar, xudo xolisa, vodiyni tugatganimizdan keyin xudo xolisa vohaga chiqishga ham harakat qilamiz, agar aktiv zo'r bo'ladigan bo'lsa. Sizlar bilan Real Tenko va Ziko bo'ldi. Hammaga rahmat bo'ldi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.